Hurmatli obunachilar, bugun sizlar bilan tizza, oyoq og'riganda qanday lecheniya qilish va vrachi sizga to'g'ri lecheniya qilyaptimi? Shularni bir o'zingiz uchun tekshirib olish. Xo'p, tizza, oyoq og'rigani hammada har xil sabab bilan kechadi. Misol tariqasida aytaman. Siz yengil shamollash o'tkazdingiz, o'sha tez yengil hojatga qatnab, boshqa, ya'ni urogenital, sidik ajratish, o'sha jinsiy a'zolarda shamollash o'tkazdingiz, undan keyin tizzingiz og'rishni boshladi. Hech qanday travma olmagandingiz. Bilingki, sizda reaktivniy artrit bo'lgan. Reaktivniy artrit degani o'sha shamollashdan keyingi asorat sifatida bo'g'imlarga berib yuboradi. Bu holatda eng birinchi yordam sifatida azimak, ya'ni azitromitsin berish mumkin. Bitta kapsuldan bir mahal 3 kun. Lekin agar yaxshigina o'sha sharoit bo'lsa, uyda yoki bironta больницада yotib olishga sharoit bo'lsa, CD analizlar topshirib boshqa qilib, agar CDda shamollashligingiz ham anchagina kuchli chiqib turgan bo'lsa, nikazonga o'tkazgan ma'qul. Ya'ni sevaperazon sulbaktam. To'g'ri kuchli antibiotik, lekin taktugi bilan davolab beradi. Lekin agar siz qayerdadir komandirovkadasiz, chet eldasiz, musofirdasiz, o'shanda eng oson yo'li sizga oddiygina обычный azitromitsin tabletkani o'zi yetadi. Bitta kapsuldan bir mahal 3 kungina. Bu как экстренный помощь. Endi lecheniya boshlayapsiz, lekin oshqozoningizda muammolaringiz ham bor. Ya'ni og'riq qoldirishlarda ichsangiz, oshqozoningiz zarda bo'ladi. Bunaqa holatda Navozomi, esomeprazol bitta kapsuldan bir mahal ertalab nonushtadan 20 daqiqa oldin 14 kunga yoki 1 oyga. Endi og'rig'ingiz kuchligiga qarab, og'riq qoldiruvchi qancha ko'p ichsangiz, buni ham Navozomini ham shuncha ko'p ichaverasiz. Xo'p, endi siz misol uchun ayol kishisiz, o'sha klimaksdan o'tgan, boshqa shunaqa holatdagi ayolsiz, aniq sizda vitamin D'laringiz, kalsiylaringiz kam chiqish shansi o'ta yuqori. Bunaqa holatda o'sha vitamin D'ni 5000 единица bitta tabletkadan bir kunda bir mahal, nonushtadan keyin 2 oy. Albatta, birinchi o'rinda vitamin D bilan kalsiy berishdan oldin uni qondagi miqdorini tekshirib olgan ma'qul. Agar sharoitingiz bo'lsa, o'sha laboratoriyaga chiqib kelish sharoitingiz bo'lsa, och qoringa chiqib, vitamin D, kalsiy, umumiy qon, remoprobalar, sidik analizlar topshirib qo'ysangiz, yana ham o'sha vrach bilan o'sha qaysi vrachda davolanmoqchi bo'lsangiz, ko'rsatganingiz yaxshi ham ma'qul. Lekin agar sharoitingiz yo'q bo'lsa, vitamin D, kalsiylardan kalsiy aratat yoki ostea K2. Endi siz o 60-70 yoshli ayol yoki erkak kishisiz, ya'ni yoshingiz o'ta katta. Bu holatda sizda suyaklarda ham anchagina osteoporoz rivojlanib qolgan bo'ladi. O'shancha zolidron kislota ham quyib yuborgan ma'qul bo'ladi. Конечно, bu 60-70 yoshli odamlarda. Oxirgi tendensiyalarga ko'ra, tekshiruvlarga ko'ra, zolidron kislotani quygan bemorlarda endoprotezlarini xizmat muddati 2 barobar uzoqroq bo'ladi ekan. Ya'ni bilamiz, hozir o'sha yemirlash boshqa bo'lganda yosh kattalarga o'sha endoprotez ko'p qo'yilyapti. O'sha zolidron kislota qo'yilsa, bilib qo'yingki, endoprotez 2 barobar ko'proq xizmat qiladi. Xo'p, endi og'riq albatta qoldirish kerak. Nima bilandir og'riq qoldiruvchi yallanishga qarshi dorilarimizdan hozirgi kundagi eng yaxshilari tinaxikam sostav, ya'ni tinaliov, 100 natriy xlor qo'shib turib kapelni quyib yuboriladi. Agar sharoit bo'lmasa kapelnitsa olishga, buni mushak orasiga qilsangiz ham bo'ladi. Agar kapelnitsaga ham, mushak orasiga ham imkoniyatingiz yo'q bo'lsa, bo'pti, mayli, tinaliov, tinaxikamda tabletkasini oling. Tabletkasi bor, 20 mg dan chiqadigan. Faqat uni 5 kun emas, 10 kun ichasiz. Xo'p, hammasiga sharoitingiz bor, 5 kun tinaxikamda oldingiz, undan keyin qo'shimchasiga davom ettirib ketgan og'riq qoldirishda etaksid tabletka, terakoksid. Xo'p, ellizin tasavvur qiling, hozir tizzangizda o'sha og'riq bor, shish bor edi yoki o'sha grijes qisib qolgan, o'sha yonboshlaringiz bilan tortib, bilamiz, hali dumbadan boshlab o tovonlargacha tortib, oyoqlar, sonlar orqasidan tortyapti. Bu holatda aniq grijalaringiz ham qisa turgan bo'ladi, shishgan bo'ladi. Shuning uchun shishni qaytargani tezroq ellizin sinat. Ukrainanikini olgan yaxshiroq, chem o'sha O'zbekiston mahallidan ko'ra, meni fikrim. Reaksiya berish shansi kam. Uni ham 100 natriy xlor qo'shib turib, tomirchiga tomchilab 5 kun quyib yuboriladi. Endi tasavvur qiling, grijes o'ta kuchli qisib yotuvdi. Og'riqlaringiz ham ancha kuchli edi tizzadagi. Qo'shimchasiga neyrobloklar. Neyroblok, blokium, opiblok, deoxiflex, hammasi bitta narsa, tarkibi o'sha diklofenak, betametazon, vitamin B12 mi shunaqa bo'ladi, o'sha nervlarga yaxshi ta'sir qiladi. 3 ta mushak orasiga kunora, ya'ni 1-chi, 3-chi, 5-chi kunlari misol uchun. Juda kuchli bo'lsa 7-chi, 9-chi kunlar, ya'ni 5 ta dona olishingiz ham mumkin. Nervlaringiz iskitdan og'rib kelyapti, tok uryapti, вообще dahshat. Пожалуйста, nukleot SMF qo'shishingiz mumkin. Nukleot SMF bir mahal ovqatdan keyin mushak orasiga 6 kun.
Undan keyin 7-kundan boshlab uni kapsulasiga o'tilinadi. Bittadan 2 mahal ovqatdan keyin 15 kun davomida. Mushoylaringiz ham tortishib yotadi. Kepleron, Muskamet bemalol qo'shishingiz mumkin. Mushoylaringizni sal bo'shashtirib bergani. Keyin o'sha og'rib turgan joylaringizga geparinoviy mas surtishingiz mumkin. Shishlaringiz anchagina kuchli bo'lsa, yana qo'shimchasiga Dimexli kompress qilishingiz ham mumkin. Dimexit, Novocain, Comfortnin Spirit, Analgin, Geparin, Gidrokortizon hammasini qo'shib turib 4 soatga o'sha bintga shimitib, ustidan paket bilan o'rab qo'yiladi. Xo'p, yana nima qo'shimchalar aytishim mumkin bularga? Har bitta bemorga individual yondoshgan ma'qul kasalligini kelib chiqqan holatda albatta shifokorga murojaat qiling, kerakli tekshiruvlar o'tkazilinsin, qon, siydik analizlar qo'shimchasiga tekshiruvlardan o'tib turib, keyin lecheniya qilgan ma'qul albatta.